Talaba nega 4 kunlik chaqalog'ini sotmoqchi bo'ldi? Jizzaxda sigirlar tog' qurishi oqibatida nobud bo'ldi. Endi samokat minish uchun prava bo'lishi kerakmi? 6-sinf o'quvchisi tomonidan zo'rlandimi? Chaqaloq nega yig'layotganini aniqlovchi sun'iy intellekt ilova yaratildi. Bugun qisqa news dayjestda shular haqida gaplashamiz. To'rt kunlik chaqalog'ini kontraktini to'lash maqsadida sotmoqchi bo'lgan qiz qamaldi. Surxondaryo viloyati Termiz tumanida 2002-yilda tug'ilgan qiz 2025-yilda bir yigit bilan tanishib, homilador bo'lib qoladi. 2026-yil yanvar oyida u tug'ruqxonaga borib, o'g'il farzand dunyoga keltiradi. Shundan so'ng u turmush qurmaganini va bolaning otasi haqida aniq ma'lumot yo'qligini aytib, tibbiyot xodimlaridan yordam so'raydi. Tug'ruqxonada esa u bir ayol bilan tanishib, isnoddan qutulish va kontrakt pulini to'lash maqsadida chaqalog'ini $1500 berishga rozi bo'ladi. 15-yanvar kuni pul olayotgan vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qo'lga olinadi. Sudda u bu qarorni shok holatda qabul qilganini, avval bolani bepul bermoqchi bo'lganini, lekin keyin ayol "Ko'nglingizdagini ayting" deb turib olgani uchun pul so'raganini aytgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tuman sudi ayolni Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi A bandi odam savdosi bilan aybdor deb topdi. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llanib, 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jizzaxda sigirlar tog' qurishi oqibatida nobud bo'ldi. Fuqaro 3 bosh qoramol uchun tovon talab qilmoqda. Garasha qishlog'idagi yog'och stullar sigirlar ustiga qulashi kun mavzusiga aylandi. Holat yuzasidan Jizzax hokimligi zarar qoplanishini aytdi va bu halokatga sabab yomg'irlar ekanini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Ekinsorda elektr tokidan o'lib yotgan sigirlar tasviri tarqaldi. Jizzax elektr tarmoqlari holatni ochiqlarkan, surunkali yomg'ir va shamol elektr tarmoqlarini shikastlagan. Hatto aholi ham chiroqsiz qolganini ma'lum qildi. Aytilishicha, hozirda hududda sigirlarni o'ldirgan simyog'ochlar o'rniga zudlik bilan beton stalbalar o'rnatilib chiqilmoqda. Chunki bu hodisa hudud aholisi bilan ham takrorlanishi mumkin. 3 bosh qo'ng'ir chorva mollarining egasi esa o'lik sigirlar zararini qoplash uchun moddiy yordam so'ramoqda. Mutaxassislar unga pul undirish sudda hal qilinishini aytishgan. U yerda esa zarar miqdori baholanadi. Endi samokat minish uchun prava bo'lishi kerakmi? Yo'l harakati qoidalariga yangi o'zgartirishlar kiritildi. Unda tezligi soatiga 25 kilometrdan oshmaydigan va nominal quvvati 0,25 kilovattgacha bo'lgan kichik mototransportlarni haydash uchun ham haydovchilik guvohnomasi talab qilinadi. Otabek Bakirov bu o'zgartirish endi samokat haydaganda ham A1 toifali haydovchilik guvohnomasi talab qilinishini aytmoqda. O'tgan yili skuter va moped haydovchilariga A1 toifa majburiy qilinganda ko'pchilik e'tibor bermagandi. Endi esa qonun mazmuni hatto elektr samokatlarni ham faqat hujjat bilan minishga ishora qilyapti, deydi iqtisodchi. Shuningdek, Toshkent ko'chalarida so'nggi yillarda talabalar va kuryerlarning asosiy uloviga aylangan elektr samokatlar soatiga 25 km tezlikgacha chiqadi. Nominal quvvat esa 0,25 kilovattgacha. Xalqaro tajribalarda bunday kichik tezlikdagi samokatlar uchun hujjat talab qilinmaydi. Eslatib o'tamiz, Toshkent botanika bog'ida 2026-yil 1-apreldan boshlab velosiped va samokatlarda harakatlanish taqiqlandi. Namanganda o'qituvchi 6-sinf o'quvchisini zo'rladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida o'qituvchi tomonidan voyaga yetmagan o'quvchiga nisbatan noqonuniy harakatlar sodir etilgani haqida xabarlar tarqaldi. Viloyat maktabgacha va maktab ta'lim boshqarmasi holat yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, 28-mart kuni fuqaro tomonidan ichki ishlar organlariga murojaat kelib tushgan. Unda 8-maktabda tahsil oluvchi voyaga yetmagan farzandiga nisbatan noqonuniy harakatlar sodir etilgani aytilgan. Ushbu holat bo'yicha Jinoyat kodeksining 119-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchi shaxs ushlangan va unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda holat yuzasidan to'liq va xolis tergov harakatlari olib borilmoqda. Yaponlar chaqaloq nega yig'layotganini aniqlovchi sun'iy intellekt ilova yaratishdi. Yaponiyada chaqaloq nega yig'layotgani sababini aniqlovchi sun'iy intellekt ilova ishlab chiqildi. Bu turdagi sun'iy intellekt 150 mingta chaqaloq yig'isini eshitib chiqqan va so'ngida yangi chaqaloqning 11 turdagi asosiy talablarini tanib olgan. Ava Baby nomli bu loyiha onalarning tug'ruqdan keyingi stressga tushmasligi uchun ishlab chiqildi, deydi loyiha boshqaruvchisi Sugawa Yusuke.
Bunday ilova bola qancha uzoq yig'lashiga, baqirib yoki past ovozda ingrab yig'lashiga ahamiyat beradi. Chaqaloqning 10 bitta ehtiyoji orasida ochlik, uyqusirash, isitmalanish yoki qorni dam bo'lish holatlari ham mavjud. Yana sun'iy intellekt go'dak yolg'izlikni his qilishi va e'tiborga ehtiyoji borligini ham ko'rsatib beradi. 20-aprelda Mishima shahrida ilovaning pullik versiyasi 2 yoshgacha bolasi bor yapon onalariga bepul o'rnatilib berilishi aytilmoqda. Bunday ilova foydalanuvchilari 11 turdagi yig'iga qanday ovutish usullarini topishganini ham bir-birlariga ulasha boshlaydilar. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan haftalik yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Eng so'nggi yangiliklarni bilib borish uchun Qisqa News'ning ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Eng so'nggi xabarlar doim Qisqa News'da.